Darvozani chiroyli qilib yasagansiz. Pastlariga polniy sistashga, burchakka, asfalt bo'lgan, naves qilingan. Nimaga qilingan? Yangi mashina olgansiz. Bu mashinangizni shuni qo'yib kir ketishlik uchun yomg'irdan, quyoshdan, qorlardan saqlab turadi. Yangi yuvdirib kelsangiz, bitta yomg'ir yog'sa, ichkari olib kirguningizga rasvo bo'lsa, unda bo'lmaydi. Yoki qo'yib kirib ketsangiz, yomg'ir yog'sa, kar bo'lib ketadi, dabdala bo'lib yuvdirish kerak bo'ladi. Yana vaqtingiz ketadi, yana pulingiz ketadi. Xuddi shu uchun, xuddi shunaqa kaziro qildirib qo'yadigan bo'lsangiz, yangi mashina olsangiz ham, xudo xolasa, muammo bo'lmaydi. Shuni qo'yasiz, kirib ketasiz. Qo'yib kirib ketganingizda ham yuvdirgan bo'lsangiz, oppoq chiroyli turadi. Eshikda och, obchir, yop, ashaqa ovoragarchilik vaqtlaringiz bo'lmaydi. Xudo xolasa, bemalol maza qilib ishlatasiz. Bu yaxshi kunlaringizga bemalol bir umrlik bo'ladi. Zakaz qilsangiz bo'ladi. Xolasiz leksanli, xolasiz tunikali. Bu tunikali varianti. Setga, falga tunika qo'yib berganmiz. Mashinangizni issiq urmaydi. Tumangarchilik bo'lganda tunikadan tomchilab suvlar oqadi, o'sha narsalar bo'lmaydi. Xudo xolasa bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Sizga ham xuddi shunaqa qilib beramiz. Yangi mashinangiz xudo xolasa oppoq turadi. Bizga xuddi shunaqa naveslar zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, kaziro zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, pastki nomerga telefon qilsangiz, sizga o'zingiz xohlagan narxda, o'zingiz xohlagan dizaynda chiroyli qilib, cho'tka qilib yasab beramiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin.